Assalomu alaykum, bizda YouTube tomoshabinlari. Farg'onadamiz yana, Korzinkadamiz. Bolalardan endi bugun ham как обычно rubrikamizni davom ettirib, so'raymiz o'tgan ketganlardan, neobычно strishga harakat qilamiz, strishga qilishga. O'tgan safar ozgina qiyin bo'ldi, ko'pchilik отказ qildi. Ko'ramiz endi bugun. Отказ qilish kam bo'ladimi, ko'p bo'ladimi? Harakat qilamiz odam topishga. Vot, pagnali. Endi sekin chetda kutib turamiz. Chetda odam ko'p deyishyapti, gavjum deyishyapti. Kutamiz endi boshlaganimizda odam ham yo'q, biling. Bizga normalniy, neobычный bo'lish kerak-da. Bag'da ham mana bolalar kelyapti, hozir kutamiz. Jabetni topolmasak, keyin teparoqqa chiqamiz. Mana shu aka kelyapti, hozir ko'ramiz. Endi birortasi kelsa, aytaymi, bitta brat kelyapti, hozir bag'da so'rab ko'ramiz. Aka, assalomu alaykum. Aka, sog'ligingiz. 1 minutga vaqtingiz bormi? Aka, biz barbermiz. Shu staj 10 yil Moskvada ishlab kelingan. Bu yerda barber shopimiz bor. Yo'q demasangiz, sochingizni bir chotki qilib olsak. Neobычный qilib. Vaqtim yo'q deb ko'rishim kerak edi o'rtoqlar. Sochib turaman. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Sog' bo'lasiz, sog' bo'lasiz. Hozir endi akani ham bitta olib ko'ramiz, so'rab ko'ramiz. Naushnikni yetsa. Aka, assalomu alaykum. 1 minutga mumkinmi? Aka, sog'ligingiz, charchamaysiz. Biz aka barbermiz. Stajimiz 10 yil. Barbermiz aka, shu Moskvada ishlab kelganmiz. Sochingiz olingan ekan, ko'rib turibman, yaqinda og'izibsiz, lekin shu yana ham oqartirib, yana ham kalta qilib olsak. Yo'q. Vaqtingiz qalay? Bo'lmaydi. Sochlar o'sha yarashib qoladi. Bo'ldi aka, mayli, sog' bo'ling. Mana bu akaga yaqinchi. Aka, 1 minutga mumkinmi? Aka, assalomu alaykum. Biz aka barbermiz, bu yerda barber shopimiz bor. Agar yo'q demasangiz, sochingizni olardik, besplatniy soch olish. Neobычный qilib olamiz lekin. Gap yo'qmi? Bo'ldi, ketdik. Aka, siz nima ish qilasiz bu yerda? Talaba. Talaba o'qiysiz-da? Sochingizni qayerda ogizardingiz? Shetda ogizardingiz. Narx qanchaga ogizardingiz? 30 ming, 40 ming atrofida. Hozir boramiz, bizda Richmens klubni bilasizmi? Shu yerda Richmens klub degan barber shop bor, salon bor, premium. Besplatniy olamiz, xavotir olmang. Shu 1 soat vaqtingiz kerak-da. Shu 1 soat, 1,5 soat maksimum olamiz. Hozir borib, endi o'rtoqlar mana odam topdik, xudo xolasa bo'pti deyishdi. Yomg'ir ham yog'vordi. Qolganini nimada salonimizda davom ettiramiz endi. Kadrni uzoring operator. Afsuski, o'zbekskiy mentalitet, o'zbekskiy postupik bo'ldi. Klientimizni hozirgi topgan bolani olib ketyapti turganimizda yomg'irda zo'rg'a topdik. Kimgadir как будто telefon qildi, kimdir telefon qilib qolgan bo'ldi, survordi. Endi afsuski boshqa odam topamiz endi, boshqa odam so'rab surishtiramiz endi. O'tavering aka, bemalol. Boshqa topamiz endi. Bunaqa bo'lmaydi, va'da berdimi, da dedimi, turish kerak-da. O'g'il bola va'da berib, so'z bergandan keyin turish kerak. Endi O'zbekiston ko'nikamiz endi, nima qilamiz endi? Ketdi bir to'xtaramiz endi. Asha qarab yuraveramiz-da endi. Ovoz bormi, ovoz? O'rtoqlar, Evesda oldidamiz. Bugun ko'pchilik отказ qildi. Yomg'ir havo borligigami, bilmadim. Odam ham yo'q, kelmayapti. Birortasini topamiz endi. Bag'da ham hech kim yo'q. Kelsa ham yosh kattalar, sochi nimalar. Bo'ldi, endi odamlar oqtaramizda, endi operator yuraveringchi. Shu jenskiy muskoy bo'lmaganimiz chataqda. Jenskiy muskoy bo'lganimizda nima deydi? Bosaveraverardik. Bu aka ham bor ekanda. Bu aka bu yoqqa ketyapti, yo'q deydi-da bu ham. Yuravering, nimalarga boraylik, teparoqqa. Odam ko'proq, gavjumroq joyga. Bu yerda o'zi Omad aka ana monetga olib borgan joyimizda qochib yordi-da. Mana kelyapti bittasi. Ashaqa yaqin endi o'tirdi. Aka, assalomu alaykum. Sog'ligingiz. 1 minut vaqtingizni olamiz. Tinchmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Aka, men o'zim barberman, sartaroshman. Yo'q demasangiz, sochingiz mana o'sibdi o'sha. Yo'q demasangiz, sochingizni olsak agar vaqtingiz bo'lsa. Vaqtingiz bormi? Bo'ldi, gaz. Hozir olamiz-da. Operatsiz baqa oldinga o'tavering. Qayerlisiz o'zingiz aka? Marg'ilonlik. Zo'r bo'ldi, yomg'irda hozir hamma отказ qilyapti. Bitta sochingizni qanaqa ogizardingiz, qayerda ogizardingiz sochni? Klassik olasiz. Siz kalta qilib olsak maylimi? Bo'laveradi. Yondan kaltaroq qilsak? Bo'ldi. Shu sizga o'xshagan odam topolmayapmiz-da. Hammasi keladi, yo'q deydi, bittasi bo'pti deb отказ qilib yuboradi.
Siz o'zingiz ishlaysizmi, o'qiysizmi? O'qiymiz aka. O'qiysizmi? Bo'ldi. Sochni qanchaga olgizardingiz? 60 mingga aka. 60 mingga. Bu shu yerda sentrdami yo o'zlaringdami? Sentrda. Shu yerda olgizardingiz-da. Bo'ldi. Bizniki endi aka neobычно bir kalta qiladigan sababi biz klientlar uchun emasda, shu o'quvchilar, barberlar uchun bizda o'zimizda xudo xolasa shkolamiz hozir ochilyapti. Shu yangi bo'lajak barberlar uchun qilmoqchimiz. Shunga neobычно bir foydali bo'lsin, oddiy bo'lib qolmasin degan maqsadda qilyapmiz bu ishni. Вот, yana nima demoqchi edim? Yaxshi daveriya qildingiz. Rahmat shu kontent uchun bizga. Bu yerda bilasizmi yo'qmi? Men's emas, Rich Men's Club degan barber shopimiz bor, agar eshitgan bo'lsangiz. O'shalar hamkorligida hozir qilamiz. Ular endi shu 3-4 ta rolikdan beri bizga yordam berishyapti, bolalar tanish. Endi hozir peshovoddan o'tamiz. Bo'ldi. Juda model topish qiyin bo'lyapti. Keling anaqa topish. Kimdir daveriya qilmaydi, kimdir ishi bor. Endi tabiiy holat. Kimdir bo'pti deb telefon qiladi, ketib qoladi, ketib o'tirib bir soatcha vaqtingizni olamiz aka. Bo'ldi aka. 1 soat. Bir yoqlarga shoshilmayapsizmi? Yo'q, aka. Hozir kelyapti bu ishlarga. Bo'ldi, gap yo'q. Hozir bitta boramiz. Endi odamlarga bag'i dalsha qiziq emas-u. Endi gaplashib ketaveramizda. O'zi o'chirsangiz ham bo'laveradi. O'rtoqlar, mana Habibullani hozir ko'chadan yomg'irlarda to'g'ib olib keldik. Hozir gaplashyapmiz. Habibullo aytayaptiki, uncha kalta qilmaymiz, deyapti. Tepasini Habibullo nabik nazar dizamdi, orqaga probor bilan, естественно, probor ochiladi. Yonlari shu bakizda ozgina, orqadan ozgina oqartirib kalta qilish niyati yo'q. Yoqmaydi sizga? Bo'ldi. Bo'lmasa bitta shunaqa hozir stil qilamiz. Habibulloga что oson ukladka bo'lsin. Qarang, shu holatini qisqartirib qo'yishimiz kerak bo'lyapti. Shu formani, shu stilni, shu obrazni просто biz kichkinaroq variantini, свежий variantini qilamiz, обновить qilamiz, получается. Hozir bitta yuvaylik bo'lmasa, boshlaymiz. Habibulloning sochini endi ko'p olmaymiz ekan. Sochlari ko'ryapsizlar, tarchashli soch. Просто потоковый ish bo'ladi. Bir разделениyalar bilan olishga bu soch bermaydi chunki. Chunki bu yojik soch. Kalta qilgan sarimiz bu tarchat bo'lib tikka bo'lib ketadi-da. Sal-sal uch-uchidan ozgina olamiz. Bo'ldi. Orqasini просто разделение qilib olib qo'yaman. Chunki nima bo'lmasin, aralashib ketmasin. Bo'ldi, nima? Nimaga kirdilaringmi? Sal uch-uchidan olamiz ekan. Ha, ketaversin, nimasi yo'q. Qolaveradi u nima? Просто hol-ahvol so'rab kirdilaring. Shunday. Sal proborish tomonni olib qo'yaman, Habibullo. Nimaga desangiz, rosa pastdan bo'lib ketganda probor. Shamollarda bir nimada tushib qolaveradi. Bunday qiltaraman deyapsiz-da, to'g'rimi? Keling, mana shuni cho'tki qilaylik. Idealno deydimi? Orqasiga tegmayman, sochingiz o'sha orqasi yaxshi. Sochingiz orqasi o'sha cho'tki. Bo'lib olishdan valindan keyin eng zo'r ekan bilasizmi?
Vadimdan keyin yo'q. Bitta vadim bor xolos. Qanaqasi bu? Bu texturizer. Bu ham fiksatsiyasi yaxshi. Mana ular qolganlar unaqalarga zo'r. Kuchuraviy sochlarga. Bu texturizer bunikida soch, mana shunaqa yojik sochlarga yaxshi. Yumshatadi, elastичный qilib qo'yadi-da, tarashga удобно. Yo'q, bitta yuboraman. Nima? Ko'ryapsizlar, hamma joyga surkab yuboramiz, shu korniylariga, soch teglariga. Soch qiyin soch. Shuning uchun elastичный bo'lib, удобный bo'lish uchun men ko'pincha уже bu 99% sochga ho'llab, tepalarini olib kesib olganimdan keyin mashinkadan olishdan oldin surkab olaman. Bir qanaqa sredstvo, pasta, vosk, nima bo'lsa ham bir narsa surkab keyin ishlayman. Otabek Umarov sochini ana ukladka qilyapmiz-da. Bolalarga ham, Dilmat akaga ham menimcha bir nima bo'ldi. Поддержка qandaydir. Keyin nima qilasiz? Keyin quritishni boshlaysiz. Qo'ydim. Chunki massa ko'p, soch ko'p. O'n nasatka bilan olyapmiz mana. Reski perxod yo'qmasa lopatada olib chiqishim kerak, vaqt ketkazib, o'shaning o'rniga shunday aylantirib, kattaroq yoki kichkinaroq qo'yib, tepadan. Bu 6. Mana shuni desam bo'larkan. Конечно. Shuni olib turib, любой sochga qilsangiz bo'ladi buni. Masalan, tayi 3. 3 tepadan 4,5 dan shunday tushirib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Endi massa ko'p bo'lsa. Mana men qarang, mana shu hozir yo bunday qilib trakt qilib lopatada olib chiqishim kerak. Endi, например, или tushovka qilish kerak. O'rniga boshqasini qo'ydingiz, tepadan pastga perxodni qilib qo'yasiz. Endi darabotka qilamiz, lekin ko'p. Ha. O'shanaqa. Sizlar maytlarga lopata bilan ishlash kerak. Unday chiqasiz. Sal bet-betini olasiz. Значит, meni shu yana olish kerak. Yana sal bosasiz. Bek yopiq, chunki nasatka katta-ku. Bu yerda страховка kerak emas. 3 ta ochamiz. Juda qiyin. Brashingda ishlash. Ha, brashingda. Men to'g'risi brashingda oldin qilardim. Shu Moskvaga borib, Moskvada ishlashni boshlaganimizdan keyin nima bo'lib qolgan. Endi ada qilmaysiz-ku. Qo'l chiqib qolgan, shu skletga o'rganib qolingan, skletaroqqa. Skletaroqda Qaychida qo'shishni qiynalaman deb. Mana xuddi mana shunaqa qo'shasizda. Yani taydan tiqib, ha? Stolbik. Bitta ham shu bitta joyda chiqaverasiz, ko'taraverasiz. O'xshamayaptimi? Bitta joyda aylanaverasiz. Shu bitta joyda plavniy qilasiz. Shu plavniy bo'lib, keyin dalsh ketdingiz. Keyin dalsh o'tasiz. Mana shu bitta joyda. Metdan olib ketsangiz, unda siz aytgan narsa chiqmaydi. Bitta joyda tugatasiz. Как fade ham shunaqa qildik-ku. Shunaqa. Xuddi shunaqa. Kecha kim aytyapti turuvdi, yana bittasi aytyapti turuvdi.
Jonibek akani uchrash orzu bo'lgandi. O'sha osh yeb, uzoq bo'lsa keldi. Ha. Ha, zo'r bo'ladi, ha. 2 million ekanda, so'mga. Ha, oling zo'r. Uzun nasiyadan rasulchiga Bo'lmaydi-da. Mahfuratxon kofega chaqirsa ketib qoladi. O chaqadi. Lekin bunga men urg'u bermayman-da. Bu ha, kecha shayton stilga men ish qilyapman. Endi bular ham Venetka ekanda bularniki. Ertaga Venetkaga rasmga tushamiz deb shunaqa deyishib qoldi. O'shaning uchun mayli deb bolее-менее qilib oldik. Atagi men shayton qilib yuborardim bular. Ya shayton stil, ha, европейский. Ha, o'shanaqa. Ha, европейский qilib. Da olasizda, конечно. Ko'rasiz. Yo, no'lovoylarga o'rgatamiz. Noldan kelishadi-yu, uchinchilarga. Конечно, bu hamma narsa o'rgatiladi. Nimalarga, masalan, baqa o'xshagan, sal opti bor, 3-4-5 yillik opti borlarga faqat shu texnika forma degan narsalar bor. Slay masalan, gradirovka degan narsalar bor. Ularni anaqa qilamiz. O'shanaqa narsa o'rgatiladi-da. O'shanaqa narsa o'rgatiladi. Bu ham o'zi o'ris. Ha, bag'ami? Maytab o'ris, maytab. Chotki. Bo'ldimi? Ovoz bormi? Ras. Habibillo. Nima deysiz endi? Otabek Umarovga o'xshadingizmi? Azizlar, mana biz boshqacha imij qilmoqchi edik. Habib viloyatda важный erta indin kuni bor ekan rasm uchun. Aytdiki, Rasa aka bir neobычный narsa qilmaylik, men shunaqa oddiyroq klassika kerak degani uchun bo'pti deb klassika qilib berdik. O'ylayman, kimgadir foydali, manfaatli bo'ldi. Yosh masalan 5-6 oylik, 1 yillik, 1,5 yillik opiti borlar uchun bu ham kerakli narsa. Endi biz optimiz ko'p bo'lgani uchun, to'g'risi biz uchun обычный oddiy strижка hisoblanadi. Bir hozir endi sizlarga ko'rsatib qo'yaman, qanday bo'ldi. Mana shu holat, yonlarini, proborlarini ochdik, mana более естественный qildik. Объемlarini ko'p qoldirdik, sababi tarchashish soch yonga o'sadi. Agar kalta qilib tashlasak, ertaga o'zi ukladga qilolmaydi. Mana orqalari tezda olib, chiroyli qilib, potokovoy ishga o'xshatib qildik. Mana endi kamchiliklari bo'lsa, uzr so'raymiz oldindan. Mana ko'rinishi shu holatda. Habibullo. Ikki og'iz. Bizni maqtab qo'ying endi. Hazillashyapman. Zo'r, chotki bo'lgan. Mana shu peshonani terini ko'pchilik olib tashlaydi. O'zimiz ham klientlar so'rasa, ugovorit qilib, qo'y, olma, tegma deymiz. Bir xillari qiziqib olib tashlaydi. Bag' Habibullo ukamiz o'stirmoqchi. O'shaning uchun tegmadik. Shunday tarchada bo'lib turibdi paka. Endi nima deymiz endi? Mana uzoqroqdan tegayapman. Chunki bundan oldin yaqin ko'rsatib qo'yibman-da. Aytganimdek, yonlarini, объемlarini tegmadik. Ishto ertaga o'zi ukladga qilsa qiynalmasin, tarchada bo'lib ketmasin deb. Xullas, rezultat shu. Kommentariy, like sizlardan. Xudo xolasa ko'payib ketsa, podpischiklarim, like'lar ko'payib ketsa, o'zi so'ramay qo'yaman. Paka kam, o'shaning uchun iloji yo'q so'rab turaman. Eslatib turaman, napominaniya qilib. O'zi ko'payib ketgandan keyin u menga like, podpiskalar interesni bo'lmay qoladi. O'sha interesni bo'lmay qolgungacha podishka qilib turasizlar. Rahmat hammaga e'tibor uchun.